Assalomu alaykum. Bugun mehnat qonunchiligi bo'yicha gaplashamiz. Ish beruvchi tashkilot tomonidan xodimlarni qonunga xilof ravishda ishga qabul qilmaslik, ya'ni rad etish holatlari bo'yicha to'xtalib o'taman. Bunda aslida mehnat qonunchiligi bo'yicha qonunga xilof ravishda ishga qabul qilmaslik, ya'ni rad etish holatlari yo'l qo'yilmaydi. Lekin qonunga xilof ravishda rad etish holatlari bir ikkita sabablari bo'lishi mumkin. Bularga ishga qabul qilinayotgan xodimni kamsitish holatlari, ish beruvchi taklifiga ko'ra xodim kelgan, lekin ishga qabul qilmaslik holatlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari sudlanganligi holatlari bo'lishi mumkin yoki sudlanganligi olib tashlanmaganligi holati. Qarindoshlari sudlanganligi yoki qarindoshlari sudlanganligi olib tashlanmagan holatlari bo'lishi mumkin. Qonun bo'yicha boshqa holatlar ham ko'rishi mumkin. Lekin ish beruvchi tomonidan ushbu rad etish holatlari bo'yicha o'zining tashkilot rahbarining imzosi yoki mansabdor shaxsning imzosiga asosan yozma javob berish shart 3 kun muddat ichida. Agarda 3 kun muddatda yozma javob bermagan taqdirda xodim tomonidan tegishli tashkilotlarga yoki sudlarga o'zini huquqini himoya qilish uchun murojaat etish huquqiga ega.